Bemorimiz 48 yosh, bizga Surxondaryodan murojaat qilib kelgan. Bemorimiz uzoq yillar davomida burundan umuman nafas olmagan. Burun ochuvchi dorilardan, ya'ni Renaxildan muntazam ravishda foydalanib kelgan. Bir kundan 6, 7, 10 martagacha bemorimizga hozir burun to'sig'ini to'g'irlab, chanoqlarni kichraytirish operatsiyasini bajaramiz. Ko'rishingiz mumkin, burun to'siq esabrazdan, ya'ni chap tomonga ham qiyshaygan va o'ng tomonga ham qiyshayganligini ko'rish mumkin. Xudo xolasa bemorimizni nafas olishini tiklaymiz. Endi spreylarni otib yuborsak ham bo'ladi. Burun to'siqlarini to'g'irladik, chanoqlarni kichraytirdik, ko'rishingiz mumkin. Bemorimiz burundan maza qilib nafas oladi. Xudo xolasa siz va siz yaqinlaringizda ham shunaqa muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sog' bo'ling.